Assalomu alaykum bolalar hammaga. Tak bolalar yaxshimisizlar? Buzunsa tak bolalar bugun biz bulduruq o'ynaymiz. Qancha balans qila olamiz? Bizda 0 balans, lekin hozir bizda pul pas to'lgan. 15-pul pas. 169 talik kes olamiz. Tak sizlarga sal oddiyroq keslardan bo'lsa ham 99 talik, 69 talik keslar qayerdan olsa bo'ladiganlar uchun viza kubok bir qilasizlar. Telegramga mana kanalim chiqib keladi. Mana shu kanaldan sizlar bemalol mana bugunning o'zida, boyaning o'zida 28 ta mashincha nima tashadim, pul pasga tashaganman mana. Tak mana pul pasga tashaganman. Mana u bitta mashina pul pasinglarni ko'taribsizlar ham mana shunaqa nimalar qilsanglar bo'ladi bolalar. Tak hozir mana tak mana bitta masalan menda to'ldirganimda 2578 chiqib qolgan, ancha oldin. Sizlar ham mana shunaqa to'ldirib olinglar. Bolalar mana ko'p tashiyman, bemalol har kun tashiyman, olinglar. Sizlarga maslahat bolalar. Tak mana shu yerdan olsanglar bo'ladi bolalar. Endi biz bismillah deb bosamiz ustiga. Mana bolalar. Bizani keys. Taktika qanaqa taktika qilasan? Insida chiqib kiramiz, bu keyslar chiqib ketamiz, va shu bulduqdan chiqib ketamiz. Chiqib ketib qaytib kiramiz. Bolalar ko'chada bo'lsa ham video olyaptim, chunki video olib ketib qo'yishim kerak. Shuning uchun video olib qo'yaptim bolalar. Tak. Tak bolalar. Hozir mana bu yoqqa allaq qoldik. Hozir o'sha buqadan ochamiz buqani. Ko'raydi. Tak mana oltin buqa o'tiradi. Oltin buqa. Tak. Mana bismillahirrohmanirrohim deb qani bitta ochamiz. Muchadi bizga. Uy, qancha bu? Aka. 196 voy ona nima qiymat o'zi. Hamma o'tib ketdi. Narani bo'ldi, yomon emas. Yaxshi bo'ldi, bolalar. Kanalimga shuni tashab qo'yay. Mana tashiyman deb qo'ydim. Mana. Sizlar ham o'tib olinglar. Описаниеda ham qoldiraman uni. Silkani. Mana shu kommentariyalarda ham bo'ladi, описаниеga ham qo'yib qo'yaman. Sotildimi bu? La, qachon turist berganda-ma? Pistoson to'xtaylar-da. Chichi ko'tarish kerak ekan bular. Xo'sh. Tak. Mana shu 109 tadan davaymi? Gaz bismillah. Voy bля. Блядь. Давай. Сразу oqmasin, iltimos, ey. Video ham kutiga kiritadi o'sha bobi. 59 voy, oningni. Вообще ko'tarib olmayapti bu saytdan, Вообще o'libdi bu sayt. Ko'tarib olmayapti. Yebать. Ko'pchiliklarning tushgani 25 minut bo'yi o'sha. Tushgan narsa. Voy, odamlar tushayotgan narsalarni biladi, biladi. Xuy hech nima tushmaydi, biladi. Mana shuni ochamiz. Bismillah. Yo'q, bilad, 20 ham tushadi. Voy, onangni. Tovuq ochamiz, tovuqdan nima olamiz hozir? Tovuq ochib ko'ramiz. Chunki bilad, ko'tay kiradi hammasi. Tovuq qildim. Gaz. Mana shu impini bersa qaysa fashi zo'r ish bo'ladi. Oldu. Afiyet. 17 balans mesela. Maklay 17 kaç gittik yeme.
Hajam 2x uçib bermay ko'p emas. 2x uçib berib, bugun tugataman. Nahv tugataman deyapti. Agar qolib bermasa, bitta voy bila. Mayli endi. Menimcha bo'lmaydi yo bolalar. Bilsanglar kommentga yozib qo'yinglar. Hozir mana bunaqa chiqyapti-da. 4 soat 53 daqiqa 17 soniyadan keyin bulpas yangilanadi deyapti. To'xtanglar mana. O'tgan videoda men xulos sizlarga aytganman. Qaysi nima yaxshi deganman sizlarga. Qaysi bulpas sovg'asi ko'p deganman. Mana buni ham 1.20 gacha ko'ramiz. Tak, hozir men buni publikdan 20 gacha sizlarga ko'rsatib o'taman. Tez qolishinglar mumkin. Qayerdan o'tib qoldi buncha o'yin menga? Yebili. Plus mayli. Kalkulyator ham mana. Mana ekan. Tak, mana 31.558 bo'ldi. Tak, endi mana publikni ozgina hisoblaymiz. Davay. 10 to'p qo'ying. 20 gacha hisoblaymiz. Qo'shamiz 10 to'p. Ili bolalar qanaqa bo'ladi? Bilsanglar shuni yozib olinglar. Baliq hisoblamaymiz. 30 pul qo'yib qo'shamiz endi bunga. Yana qo'shamiz. Xo'sh, endi men o'zimga tushgan 124 bu. Qancha edi bu? 150 qilamiz. Chunki bu qimmat yoki 150 da pashti. 88. 157 qilaylik, chunki 50 da buni foiz. Bu 100 pul qo'ying. Mana qilamiz. Tak. 10-da menga 530 tushgan. 16 tushadi. Ko'pchiligiga menga adashib tushib qolgan, bug bo'lib qolganda. Endi lekin men 11 qilsanglar, lekin bu polibom 100% degani 882 olasizlar degani. 882. Shunda garantda bu. 882 olasizlar. Menga bagi tushgan. Sha'nisi katta bagini tushdi, shunga bagini yozamiz. Bek, bolalar, men buni aytib o'tay sizlarga. Men bu nikis qanday yaltiryapti deganlar uchun mana qaranglar. Ko'pchilik aytadi-da menga mana. Menda ikkita yaltiraydigani bor mana. Bittasi mana bunaqa. Bittasi mana bunaqa. Buni qayerdan olganman? Buni Stand-off bulpas bilan Public bulpasdan olganman mana. Buni ustida ko'kni olganman. Ani Stand-offdan, ani yaltiraydiganini olganman. Buni 91, bu ham garant. 91 plyus. Ama ketmasa vashi zo'pish bo'lardi. Bunga o'zida balansni yozamiz. Bu 139 PUBG'nikidan Stand-offdan 30 pul qo'yim pas. 16 ga katta ehtimol mana shu kaska tushadi. 881 100%. Kaska katta ehtimol chunki kaska bulpasga ko'p qo'yilgan, вообще ko'p qo'yilgan mana ranka. 18 da 50 ekan. da apsalar to'lka boshlaqa bo'ladi shuninglar. 882 ga yozamiz. 882. 5000 bo'ldi o'sha. Avvalo 19 gacha. Tashi. 592 tushadi. Bo'ldi, mana. 5658 20 gacha. Bu 20 gacha qilish gideta har kuni oladigan bo'lsanglar, menimcha 1 oy vaqtinglarni oladi. Hozir endi hisoblaymiz. Stand-off gacha. 20 gacha hisoblaymiz. Qanday? Shuni ham bunday qilamiz. Imamga o'tamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 qilamiz, qo'shamiz. Hozir aniq aytamiz, endi fikr 30 qo'shamiz. Nima qilyaptim mana. Oldin hisoblaganman bu ko'llarni. Nima bo'lib ketdi bilasizmi?
180 son keyin plus 100 mahsul 2500 ekan. 2 3 4 5 6 7 156 tak 169 plus 500 men oldin hisoblab qo'yganman-da buni. Plus 424 plus 137 plus 850 plus 150 plus 555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 stop 555 plus 569 2 plus 1000 1 2 3 4 5 6 yani ikkita qo'sharkan mana plus 666 plus 400 9330 9377 endi 100 ga hisoblaymiz bularni 9377 tak chiqarib olish 9377 hozir chiqsam ko'rsatadi 6970 tak buni xohlasanglar sotib olinglar kimga deb xohlasanglar boshqa narsa qilinglar. Ha endi PUBG'nikini hisoblayman 5658 5658 4295 UC 500 mingga yaqinlashadi PUBG'niki UC'si. Mana shunaqa bolalar. Bolalar sizlarga maslahat standoff'ni to'ldiringlar, chunki PUBG'niki juda ham kam topolmaysizlar. Standoff'ni topishinglar oson. Standoff'ni hamma qayerdan olamiz bilan qulpaslanasizlar o'sha gap. Men Telegram kanalimdan kommentda описание xullas silka qo'yib qo'yaman, o'shdan kirsanglar bo'ladi. Mana Viza PUBG'ni bir qilinglar обязательно. Chunki PUBG'ni o'zini qilsanglar eski kanal bor, bitta mana shunaqa. Mana eski bu. 185 ta odam ko'rgan mana shuni. 185 ta. Hamma 18 ta obunachisi bo'lgan. Lekin men bunaqa bilan ko'rgan odamlarni oldindan reklama qilib kelganman. Mana adashib yozib qo'ygan odamlar ahvoli mana. 100 talab odam ko'rgan mana. 200 talab odam mana. Yozishgan, promo kodni qanday mana. Bular xato kanalga qo'shilib olgan. Mana ko'ryapti-da daji odamlar. Ko'radi, rahmatli yozgandan keyin. Kuchukcha viza PUBG'im bir qilib yozinglar va mana mashitga qo'shilib olsanglar, sizlarga xullas shans bo'ladi. Mana shu pulpaslar olsanglar bo'ladi. Tak bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda qanaqa video qilsam sizlarga yoqadi, mana shuni kommentga yozib qo'yinglar. 30 daqiqa qilib 599 tali olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga обязательно like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. To'xtanglar, mana shu sizlarga hisob to'ldirish, qanaqa hisob to'ldirish o'rgatib ketdik. Mana bolalar. Bu yoqda mana Payme qo'shilibdi. Mana Steam bu xullas keskida nojilar, masalan, skininglar bo'lsa, mana shundan sotsanglar bo'ladi. Bu qo'yib tashib berishadi sizlarga. Viza, Qubo, Uskar, mana hammasini sotgan bo'lsanglar, pulni chiqaza olmasanglar, mana shundan xullas 100 yig'ib mana masalan bosasizlar ustiga bossanglar. Mana masalan sizlar 100 minglik anaqa sotdinglar deylik, 674 ta pul coinni olasizlar. Lekin menda promo kod yo'q, men shartnoma qilmaganman. Menimcha qilmayman ammo, chunki adminga hali yozmaganman ham. Tak, mana shundan
bemalol qilsanglar bo'ladi. Mana menga promokod yozsanglar, mana bitta любой mana shunday yozsanglar, 2-3 kunda mana shunaqa yozsanglar ishlaydigan bo'ladi bu. Так что bosamiz og'alar.